La ilaha illallohning ma'nosi nima? La ilaha illalloh Alloh azza va jalladan boshqa haq iloh yo'q deganidir. La ilaha illalloh kalimasi avval butun soxta ilohlarni rad etib, so'ngra iloh o'laroq faqat Allohni qabul qilishlik bilan ikki qismdan iboratdir. Birinchi qism la ilahadir. Bu qism rad etmoq, yuz o'girmoq va qabul qilmaslik deganidir. Butun ilohlarga va iloh kabi qabul qilingan har kimsa va har narsaga la ilaha, ya'ni seni rad qilaman, inkor qilaman, sendan yuz o'girib senga qullik qilmayman deganidir. Ikkinchi qism esa illallohdir. Bu qism qabul qilishlik qismidir. Ya'ni bo'yin egadiganim, ibodat qiladiganim, hukm qo'yuvchi sifatida qabul qilganim, buyruq va taqiqlariga amal qiladiganim yolg'iz va buyuk Alloh azza va jalla deganidir. Robbahu afwaka inni lin-nuri muddat yadaya naz'atu asrar qalbi